bo'laylik, bir marta yashaymiz, maza qilib yashash kerak, hammaga o'xshab. Men oldin O'zbekistonda birorta ish qilgim kelmasdi. Endi O'zbekistonga pulimni tiqqim kelmasdi. Потому что hali siyosat hali bormaganimdan keyin bilmasdim. Lekin 2022-yili borganimda hayotim butun o'zgarib ketdi. 2 kundan yo ertaga yo indinga bir narsa qo'yaman, ko'rasizlar nimalar qildim men O'zbekistonda. Nimalar ochdim, nimalar qildim. Ertaga Xudo xolasa ol qulim deb qolsa, ertaga video qo'yaman. Bugun qo'yishim kerak edi, jicha o'xshamadi. Ba'zi bir odamlar bor ekan hali ham bunday qilib o'ranib olib, "Ha, u Jasminmi? Yo'q. Ha, Jasminmi? Yo'q" deb $120,000 olmadi mendan. Ishonasizlarmi? Yo'q, bu mahallada meni qarindosh urug'larim yashaydi. Yo'q. Xuddi men uyga borib olib yashagani borib olyapman bir ham. Men yashagani bormayman. Xudo xolasa 3 ta obyekt olyapman. Oldi, 2 tasini olib oldim. Bitta obyekt bir oy dokumenti hali tayyor emas ekan. Bir oy kadastrini meni dugonam mohina qilib berdi, yugurib yurib. Zahvat qilib olgan ekan yerda kadastr qilmasdan. Hamma yordamini bechora mohina qilib men uchun yugurni qilib berdi, hamma yo'g'ini qilib berdi. U xotinga zalog berib qo'ydik. $119,000 tushdi. $119,000. Договориться qilib залогini berib ketdik. Bugun sarvalash, потому что она узнала, что это я. Dokumentlarimni jo'natganda, "Voy, yo'q, meni mahallamda, voy, otim buvilar yashaydi, voy, meni nima deyshadi, keyin kimga sotding" deydi. Xuddi men O'zbekistonga borib yashab olayotgandim. Просто хочу свое вложение запихнуть тоже O'zbekistonda anaqasiga, ekonomikasiga yordam bo'lsin, boshqa joyga ishlatmay deb bir $200,000 tiqib yormoqchi edim O'zbekistonga. Xitrajopy o'rangan, o'shanchun o'ranganlardan hech bola olgim kelmaydi. O'shanchun o'ranganlar bilan aloqa qilgim kelmaydi. O'rangan xotin tayyoriga ayyor hamma dokumentini mohinaga qildirib oldi-da. Va yo'q, zalogda olgan 1 oy sudradi bizni, 1 oy kutdik. Paka kadastrini aformat qiladi, paka svet gaz hamma yo'g'iga pulini to'laydi. 119,000 ga naq pulga olyotgandim, naq. Ana qarzga emas, kreditga emas, bo'lib to'lashga emas, naqqa olyotgandim. 1 oy o'tgandan keyin bugun aformat qilish kerak edi. Наконец-то kadastri chiqib, qarzlarini to'lab, endi to'layman deb turdi. Yo'q, Jasmin aka, men Jasminga sotmayman. Yo'q deb turib oldi. O'lib ket dedim, tayyor pulim bo'lsa sendan yalni olib yuraman dedimda, boshqa topdik, boshqa olyapmiz. Ertaga Xudo xolsa aformat qilib bersa, men ham ekonomikamizga anaqamni qo'shgan bo'laman. Hissami qo'shgan bo'laman. $200,000 hissamni qo'shdim. Allohimga ming qatla shukr. 40 yoshimgacha shu pulni to'plab $200,000 ga nalichkaga Xudo xolasa uy oldim. Uy olsanglar ishonchli odamdan, ishonchli doveriyat qilgan odamlardan olinglar. Hozir ko'ryapsizlar uyda ahvoli nima bo'lyapti. Mana menga Mohinaxon yordam berdi. O'zi aformat qilib, dovernislar qilib, hamma yo'q qilib berdim. O'zimning nomimga MyGo'dan chiqadigan qilib aformat qilib berdi. Kirsam, qayerda meni uyim, adreslarini chiqarib qilib beradigan qilib berdi. Shu mohinadan bemalol qo'rqmasdan uy olsanglar bo'lar ekan. Reklama emas bu. Meni qo'ymang deb yotdi. Prosta aytyapman, haqiqatda. Endi Xudo xolasa ertaga hovlimni olsam, ertaga 12 da aformleniya bo'ladi. Men полностью post qilib qo'yaman.